Yumshoq to'qimalar sarkomasi tananing yumshoq to'qimalarida kam uchraydigan saraton turi bo'lib, u mushaklar, yog' qatlamlari, nervlar, qon tomirlari, tendonlar va bo'g'imlarning shilliq qavatlarida uchraydi. Uni xilma-xilligini hisobga olib, ko'pincha tananing oyoq qismida, qo'l qismida va qorin qismida uchrashi mumkin. Yumshoq to'qimalar sarkomasining 50 dan ortiq turi mavjud bo'lib, ularning har biri saraton paydo bo'lgan hujayralarning turiga qarab belgilanadi. Ulardan eng keng tarqalgan turlari angiosarkoma qon tomiridan kelib chiqadi. Dermatofibrosarkoma protuberans terida sekin o'sadigan o'simta. Epiteloid sarkoma ko'pincha ekstremitalarda paydo bo'ladi va agressiv hisoblanadi. Gastrointestinal stromal shish, ya'ni qisqacha qilib aytganda gist, bu oshqozon ichak traktida ko'pincha oshqozon va ingichka ichakda paydo bo'ladi. Kaposhta sarkomasi inson gerpes virusi 8 bilan bog'liq bo'lib, ko'pincha immunitet tanqisligi bo'lgan insonlarda uchraydi. Leymiosarkoma silliq mushak to'qimalarida rivojlanadi. Liposarkoma yog' hujayralaridan kelib chiqadi va tananing barcha qismlarida paydo bo'lishi mumkin. Miksofibrosarkoma odatda oyoq qo'lda paydo bo'ladi va tolali to'qimalarning aralashmasi bilan tavsiflanadi. Rabdomiosarkoma skelet to'qimalaridan kelib chiqqan, ko'proq bolalarda uchraydigan yumshoq to'qimalar sarkomasi hisoblanadi. Differensiyalanmagan pleomorfik sarkoma. Bu boshqa toifalarga mos kelmaydigan sarkomalar hisoblanadi. Davolash turlaridan biri target terapiya, immunoterapiya hisoblanadi. Immunoterapiya bilan targetning maqsadi o'sha o'simtaning o'sish signallarini to'xtatishdir. Agar sizda va yaqinlaringizda shunaqa tashxislar aniqlangan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.